Amir Avtosavdoda arzonga Nexia 2 mashinamiz ko'rishingiz mumkin. 2009-yil Sonus Trambler motorda prostoy gidrolika varianti mashinamiz. Ikkita eshigida, mana shopir tomonda shopir eshigi, orqa eshigida kraskasi bor xolos, qolgan joylari radnoy bemalol ko'rsatib tekshirib olasizlar. To'rtta borlari o'rtacha yaxshi holatda turibdi. Salon qismlarini ham ko'rsataman. Salonlari yaxshi holatda, chexoldan gidrilgan, ko'rida solingan. Magnitofon kolonkalari bor. Torpedalarga ham chexollarni qo'yib chiroyli qilib qo'yishdi. Mashina metan gazda ustulavka bo'lgan. Mashinamiz inlay nomerda sizlar xohlagan hujjat bo'ladi. Mashina kuzovida qirilgan, shilingan joylar yo'q. Mashina yaxshi holatda, ideal ko'rinishlari ham, yurish qismida ham umuman aybi yo'q ekan. Mashinamiz motorlarida ham, korobkalarda ham hech qanaqa rasxodlar yo'q ekan. Olib minishini uchun tayyor holatda 2009-yil Sonus Trambler motori eng ekonomik motorlardan. Narxini egalar bilan tortishib 3500